Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizga murojaat qilishimdan maqsad shuki, men Jizzax viloyati Zafarobod tumani paxta tozalash korxonasida 30 yildan beri ishlayman. Menga 2017-yil kam ta'minlangan oilalarga berilayotgan uydan menga bitta uy ajratdi. Bosh to'lovini Zafarobod paxta tozalash korxonasi direktori Mahmud aka 18,5 million to'lab berdi. Keyin biz u pulni qaytarib to'ladik. Xo'jayinim ikkalamizni oyligimizdan qaytarib oldi u pulni. Keyin shu kam ta'minlangan oilaga berilgan uylardan men oldim. Bosh to'lovini qaytarib to'ladim. Hozir 4 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Boquvchim olamdan o'tdi. 2 yil bo'lyapti. 4 nafar bolam bilan yolg'iz qoldim. Keyin shunga 2-sentyabr kuni 2025-yil 2-sentyabr kuni yordam so'ragandim. Menga mana xatlar keldi. Menga shunaqa yolg'onlarni yog'dirgan mana shu xatlar keldi. Lekin men olgan narsalarim sizga aytayin. Lekin boyagi 18,5 million pulni xo'jayinim ikkalamiz qaytarib to'laganmiz. Menga bular shunaqa tuhmat yog'dirib tashladi. Xudodan qo'rqmaydimi bular? 20 million berganmiz, 18,5 million to'lab berganmiz. Hammasi tuhmat mana yerda. 10 million berganmiz, bolasini davolatganmiz, o'zini davolatganmiz, homiylar tomonidan produktlar bilan ta'minlab turibmiz dedi. Lekin meni olganim 750 ming bir oldim, 820 ming bir oldim. Boshqa yordamini ko'rganim yo'q. Produktlar hayotda olib bermagan menga. Bu kattalar Xudodan qo'rqmaydimi, bilmadim. Mayli, mendan, sizdan qo'rqmasin, lekin Xudodan qo'rqsa bo'ladi-ku, hurmatli prezident. Shunga hozir 4 nafar bolam bilan shu kreditga olgan uyda o'tiraman. Oyiga 1,4 million kredit to'layman. Hozir endi kecha video murojaat qilsam, bular aytibdi menga 30 million 300 ming quyib berganmiz deb endi gap chiqardi. Nahotki shuni so'raydigan odamlar yo'q? Nimaga so'ramaysizlar? Iltimos prezident bobo, bir e'tibor qiling. Hokimga borsam, unga bor deydi, unga borsam bunga bor deydi, prokurorga bordim, mana shuncha odam qo'l qo'ygan, mana shuncha narsani olgansan deb tuhmat qilgan. Lekin men olmaganman. Xudo haqqi, tepamda Xudo turibdi. Nima qilaman yolg'on gapirib? Lekin bular yolg'ondan qo'rqmayapti, Xudodan qo'rqmayapti. Ayniqsa Shohida Mavlonova deganlar vobshe odam nimasida emas. Tushunmadim. Bir yordam qiling prezident bobo, iltimos sizdan. Meni ishim nimasini ko'rib chiqing, haqiqat yuzaga chiqsin. Olmaganman, olsam nima qilaman? Xudodan qo'rqmaganlar tushunmadi bularni. Lekin men Xudodan qo'rqaman. 4 ta bolam bor, Xudoga shukr. Ko'chadan baklashga teraman, temir teraman, shular terib sotib bolalarim boqayapman. Halol mehnatim bilan hozir obodonlashtirish bo'limida ishlayman. Xo'jayinim rahmatli bo'lgandan keyin shu ko'chada musor tozalovchi bo'lib ishlab yuribman. Mana shu menga 8 ta mana yolg'on nimalarga aniqlik kiritib bering iltimos sizdan, prezident bobo. Haqiqat bormi O'zbekistonda ham? Bu xatlarni olib tuman hokimiga bordim, prokurorga bordim. Tuman hokimi ham isbotlab bera olmayapti. Prokurorga bordim, u ham bir aniqlik kiritib bermayapti. Mana shu nimani prokuror ko'rib ham isbotlab bera olmayapti, aniqlik kiritib olmayapti. Hokimi ham, prokurori ham, hammasi hech kim kambag'alga e'tibor yo'q-da, xullas bilan prezident bobo. Shohida Mavlonovaga qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Menga shuncha odamni nimasini topib bersin, isbotlab bersin. Men ulardan katta narsa so'ramadim. Bolalarim uchun maktab nimasiga yordam so'ragandim. Menga shuncha tuhmatlarni yog'dirib tashladi. Hozir shu 4 ta bola bilan kommunal to'lovlarim, kreditim bor.
to'rtta bolani yeb ichishi, to'rtalasi ham voyaga yetmagan. Iltimos, Prezident bobo qonuniy chora ko'rsin, ayting, menga yordam qilingizlar. Mana